Agar sizlar ujis kino qidirayotgan bo'lsanglar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Eng qo'rqinchlilarini tavsiya qiladigan 3-kinoyimni ko'rsanglar, menimcha bir haftacha uxlamasliginglar kerak. Birinchi kinoyimiz bu eng qo'rqinchlilardan bittasi bo'lgan Astral kinosi. Bu kino astral olam bilan haqiqiy olamda bo'ladigan qo'rqinchli voqealarni tasvirlab bergan kino. O'zi ko'rganlar biladi buni, qanaqa qo'rqinchliligini. Kinoyimiz nomi ham o'zi ham qo'rqinchli bo'lgan. Jahannamga yo'l degan kino. Bu kinoda bitta kampir bo'ladi va bankda ishlaydigan bitta qiz bo'ladi. O'sha qiz kampirga yordam bermaganligi uchun bitta tugmacha orqali kampir uni la'natlaydi. U qiz qancha harakat qilsa ham u la'natdan umuman qutula olmaydi va shuning orqasidan har xil qo'rqinchli narsalar u bilan sodir bo'ladi. Keyin oxiri aytmayman nima bo'lishini o'zingizlar ko'rib olasizlar. 3-kinoyimiz bu ko'pchilik qo'rqib oxirigacha ko'ra olmagan kino Sitjin kinosi. 10tachami, 7tachami seriyasi bor. Bunda asosan o'sha folbinlarni sehri odamlarga qanaqa ta'sir qilishini tasvirlab bergan va bu hayotdan olingan. Agar tavsiya qilgan 3ta kinoyimni ko'rgan bo'lsanglar, qo'rqinchliligini 1 dan 10 gacha baholab kommentariyaga yozib ketinglar.